Assalomu alaykum, hurmatli she'riyat muxlislari. Bugun biz Andijon shahrining eng salqin joylarida joylashgan maskandamiz. O'sha bog'da, teatrda oldida O'zbekiston shoirlar uyushmasining, yozuvchilar uyushmasining a'zosi Farid Osmon bilan hamsuhbatmiz. Farid akami biz endi ko'pchilik yaxshi biladi. Biz bir ancha yillardan beri, bir 30-40 yillarda yaxshi taniymiz akamizni ijodlarini biz shu kuzatib kelamiz. Ko'proq bizni bilishimizcha shu sayoz vaqtlarida Nurdakam Hamroqulov ustoz juda ko'p qo'shiqlarini ijro qilganlar. Men o'zim guvoh bo'lganman, shu vaqtlarda doiralarni chalganman, boshqa asboblarga yordam berganman. Shu bir ikkita qo'shiqlar to'g'risida bir yoritaylik shu qo'shiqlarni deb Farid akamga murojaat qildim. Shu qolaversa ko'pchilik odamlarga manfaatli bo'ladi degan bir niyatdaman. Farid aka shu bir davrlarda bir nima qilib, shu qo'shiqlarni eslab, mana sizni she'rlar juda chiroyli chiqqan, Nurdakam juda ko'p qo'shiqlaringizni aytgan, xalqqa ma'qul bo'lgan. Aynan biz o'zimiz ham hozirgacha ijro qilib yuramiz. Masalan, Oqqush mana juda chiroyli bo'lgan, shirinliging, shakarliging, kumushim deymiz seni, undan keyin sochlaringda kuning tusi, mana undan tashqari yaqinda mana Akika Yahyobek bilan Muhsinjonlar juda chiroyli ijrolar qilishdi. Sizning qo'shiqingizni juda chiroyli aytishdi. O'shaning uchun men bularni ham ijodlariga omad tilayman. Aka sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shu qo'shiqlar to'g'risida bizga bir tarixiy bir bularda albatta bir sababi bo'ladiki, har bir she'rni yozilishiga bir sabab bo'ladi. Qanaqadir bir narsalar bo'lsa shular to'g'risida bizga bir eslatib o'tsin. Marhamat. Sog' bo'ling, rahmat. Mo'minjon, sog' bo'ling. eng avvalo o'tganlarga Alloh rahmat yo'sin. Yaxshi hofizlar, xalqimizning yaxshi san'atkorlari mana o'tib ketdi. Ularga rahmat bo'lsin. Qolganlarni salomat qilsin. Mana Mo'minjon, siz ham xushovoz xonandasiz, juda chiroyli qo'shiqlar aytasiz. Xalq sizni qo'shiqlaringizni suyib tinglaydi, yaxshi marom bilan mazor qilib tinglashadi, huzurlanadi. Sizni mana shu darajaga yetishingizga albatta ustozlaringizni xizmatlari katta deb bilamiz. Siz Nuriddinjonning yonida juda ko'p yillar xizmat qilib birgalashib, shu yangi ijrolarni, qo'shiqlarni aytish, ularni xalqqa yetkazish siri sanoatlarini o'rgangansiz. Mana shu ma'noda mana bugungi kunda ham shularni davom ettirib kelyapsiz. Ustozlarga bo'lgan ehtiromingiz sizni elni ichida ardoqli qilyapti. Hurmatga sazovor qilyapti deb bilamiz. Alloh taolo mana shu ardoqlikni, hurmatga bo'lgan sazovorlikni doimo bardavom qilsin, ishlaringizga rivoj bersin. Endi qo'shiqlar xususida keladigan bo'lsak, haqiqatda shu Nuriddinjon teatrida ishlaydigan paytlarida biz yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi teatr bilan yaqin hamkor edi. Tez Olimjon Xoldor, xudo rahmat qilgan ustozimiz teatrga borib turardi, san'atkorlar bilan uchrashib turardik, she'rlar berilardi, she'rlarni olib hofizlar, san'atkorlar qo'shiq qilishga harakat qilinardi va qo'shiqlar paydo bo'lardi. O'sha Oqqush qo'shig'i ham, keyin sendadur, sochlaringda kuning tusi, singari shirinliging, shakarliging qo'shiqlarini Nuriddinjon ana shu davrlarda ijro qilishni boshlagan, ayta boshlagan. Oqqush qo'shig'iga Rizo Yusupov teatrning bosh dirijori musiqa yozgan edi. Dastlab. Keyin o'sha musiqa endi orkestr usulida bo'lganligi uchun ham bu qo'shiqni Nuriddinjon olib, jinday xalqona yangi usullarga ijro etishni boshlagan. Va bu qo'shiq juda bir xalqqa manzur, chiroyli chiqqan. O'zingiz ham aytib yurasiz, ko'p davralarda eng avvalo Nuriddinjon shu shirinliging, shakarliging bilan respublikaga tanilgan edi. Mana yaqinda Mahalla telekanalida o'sha damlar ko'rsatuvi bo'ldi. O'shunda ham shu masalalarda shu gaplarni eslab o'tdik. Nuriddinjon birinchi shirinliging, shakarliging bilan xalqqa tanilganligini ashula mutaxassislar hammasi aytib o'tishdi. Demoqchimanki,
mana shu qo'shiqlarni o'lmas qilib yaratgan o'sha insonlarni hayoti doimo mana shu ijod bilan san'atga bo'lgan mehr muhabbat bilan o'tganligi uchun ham shu qo'shiqlar yaraldi deb. Endi albatta xalqqa yangi qo'shiqlar, yangi usuldagi taronalar kerak. Bu ijod bardavom, bu cheksiz. Erkin Vohidov degan ustozimiz, Xudo rahmat qilsin, Erkin aka aytardiki, ijod bu koinot qadar bepoyon der. Xuddi shuni she'rda qanchalik shoirlar yozganini singari hofizlar ham, san'atkorlar ham shu yangi qo'shiqlarni ijro qiladi, yaratadilar. Shu ma'noda sizni ijodingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Mana Nuriddinjonning qo'shiqlarini yana bundan keyin ham doimo aytib yuring, xalqimizga quvonch bag'ishlang, san'atimizni ravnaq topayotganligini bir o'zingiz ijodlaringiz bilan isbotlab borishingizga Alloh madadkor bo'lishini tilayman. Rahmat aka. Shu nimaga fikrlarga endi siz ham yana yangi qo'shiqlar yozib turibsiz. Mana biz qo'limizdan kelganicha mana do'stlarimiz bor, Akramjon, yoki To'raxon, ko'p do'stlarimiz bor. Sizni juda yaxshi bilishadi. Mana shu qo'shiqlarni qo'limizdan kelganicha biz ham harakat qilamiz, xalqimizga yetkazishga. Katta rahmat. Avval shu so'z bo'ladi, keyin qo'shiq bo'ladi. Albatta, rahmat. Shuning uchun Bu biz shoirlar bilan san'atkorlarda hamkorligida endi azaldan bu an'analar bizga qadimdan qolgan. Albatta. Shu Furqat zamonidan, muqimiylar davridan, Habibiy domlalar, G'ofur G'ulomlar davridan, G'ofur akalar, Habibiy domlalar, Sobir Abdullalar, undan avvalroq muqimiy Furqat davrlarida ham bastakorlar, san'atkorlar, hofizlar, shoirlar doim davralarda bizga hamjihatlik qilib, yangi qo'shiqlar, yangi taronalar yaratdi. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Mana shu o'sha hali televideniya bo'lgan nimalarda suhbatlarda juda chiroyli qilib berdingiz. Shaxsan men ham shunda qatnashdim. Juda xursand bo'ldik. Nurbakanning ijodi bo'ldi. Mana shu yerda. Men demoqchimanki, mana biz Andijonda ham juda ko'p shoirlar, san'atkorlar, zabardast bir insonlar juda ko'p o'tganda, unda san'atni o'chog'ida degan bo'ladi. Albatta. Qanday bir chiroyli narsalar yaratgan. Yaxshiyamki, mana shu ustozlarimizni bir nimalari bor ekan, ijodlari bor ekan, biz shundan foydalanamiz. Xudo xolasa biz o'zimiz ham harakat qilamiz. Yangi qo'shiqlar yaratishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Ko'pchilik bir niyatlarimiz yaxshi. Albatta. Xalqimiz mana hozir ham mana she'r olasiz, shoirlardan so'rab Nusratullohdan olasiz. Albatta. Yo'dan mendan olgan she'rlar bor. Albatta bular hammasi sekin-asta qo'shiqlar bo'lyapti. Demoqchiman, men ham qo'shimcha qilmoqchimanki, Mo'minjon bizni Andijon umuman vodiy san'atkorlarida haligi xaltura degan narsa yo'q. Haqiqiy ijod bor. Haqiqiy san'atga bo'lgan ishtiyoq borligi uchun ham haqiqiy ijod namunalari bor. Bu ijod namunalari hali yillar davomida bu ijro etiladi, aytiladi. Xalqimiz bahramand bo'ldi. Mana bugungi kunda o'sha muqimiy davrida yashagan Haziniyni g'azallari qo'shiq qilib aytilyapti. Huvaydoni she'rlari qo'shiq qilib aytiladi. Muqimiyni she'rlari, g'azallari qo'shiq qiladi. Hali ham shu qo'shiqlar o'zi sahnadan tushgan yo'q va davom etyapti. Bundan keyin bu mana Nuriddinjonning qo'shiqlari ham, sizning qo'shiqlaringiz ham hali kelajakda uzoq yillar yashashiga ishonchimiz bor. Sog' bo'ling. Yana bir narsaga men guvoh bo'ldim. Aka hali aytib o'tdik suhbat davomida. Aka mana Yahyo bergan messenjerlar o'sha damlar Mo'minovlar. Juda chiroyli gapdi. Men juda bir nazar qildim nimasiga, hattoki harakat qildim. Shu so'zlarni yozib, bir nimalarni qilib shuni o'rganishga harakat qilyapman. Rahmat, sog' bo'ling. Juda chiroyli chiqqan. Sizga rahmat. Yaxshi aytgan endi. Juda chiroyli aytgan. Aka juda ham chiroyli bo'lgan. To'la konsertlarni ko'rdim bularda. Bir qandaydir yangi yo'nalish o'zlariga chiroyli. O'ziga xos, juda ham chiroyli. Xalqimizga ma'qul bo'lyapti. Bu yigitlarga ham men omad tilayman. Albatta, men ham minnatdorman ulardan. Juda chiroyli bo'lgan. Qo'shig'imiz shu, men ba'zan Mo'minjon hazillashib aytamanki, bu she'rlarga ham baxtliligi bo'lar ekan. Baxtli she'rlar tezda
qo'shiq bo'lib, parvoz bo'lib, Ha, atrofga Xalqimizga parvoz yetib qilib, xalqqa yetib boradi. to'g'ri. Shuning uchun yaxshi qo'shiqlar, yaxshi she'rlar, baxtli she'rlar, baxtli musiqalar, baxtli ohanglar ko'payaversin. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar. Aka, mana Andijonda men bilganlarim endi Navoiy davridan boshlasak ekan, mana Abdulla ko'p shoirlar bilamiz. Biz ko'proq mana Andijonda shoirlarga qiziqamizki, o'zimiz mahalliy shoirlarimiz mana Shokillar ekan, siz, G'ayrat ekan, ko'p shoirlar borki, biz juda bir faxrlanib yuramiz. Qayerga borsak, shu bizda shunaqa zabardast shoirlar bor. She'rlarni ko'pchilik aytishyapti. Mana qo'limizdan kelgancha ham ijro qilyapmiz deb hali yerda nima deydi? O'zimiz maza qilib aytamiz. Mana shu yo'nalishda aka charchamang. Hech qachon mana she'rlaringiz bo'lmasin aka. Ko'proq aytaylik, ko'proq yozing bizga. Avvalo sog' bo'ling, kasal bo'lmang, bola chaqangiz baxtiga, bizni baxtimizga, xalqimiz baxtiga tinch bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu suhbatga meni taklif qilganingiz uchun men ham sizdan minnatdorman. Siz ham sog' salomat bo'ling. Atrofingizdagi do'stlaringiz hammalari salomat bo'lsin. Birga ijod qilinglar, yangi qo'shiqlar yaratinglar. Xalqning ichida biz ham mazza qilib, huzurlanib, o'sha qo'shiqlarni eshitib, ma'naviyatimizni boyitib yashaylik. Rahmat, salomat bo'ling. Endi mana shu yosh shoirlarimizga duo qiling aka. Ularga ham siz yo'llaringizni bersin. Kelajakda albatta haligi aytadiki, bo'ston bulbulsiz qolmaydi. Bulbul albatta bo'stonlarda bo'ladi. Shu ma'noda bundan keyingi mana qo'liga qalam olib ijod qilayotgan yosh ijodkorlarimizga omad tilaymiz. Ular yaxshi qo'shiqlar yozsin. Ustozlarda an'analarini biz qanday davom ettirayotgan bo'lsak, Vositaka, Ulfatiy domlalarni, Omonullohxon aka, Boqir domlalarni an'analarini, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov an'analarini biz ham baholi qudrat davom ettirayotgan bo'lsak, bu shogirdlar bizdan keyingi avlodlar ham davom ettirsin, ijodiga Alloh taolo ularga ham baraka bersin, umrlarini, rizqlarini ziyoda qilsin. Bu adabiyotda, san'at maydonida ular hamisha sobit qadam bo'lishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Rahmat. Yomon bo'lmadi? Rahmat. Juda chiroyli bo'ldi. Yaxshi. Okuş kanatin yaz Ağuşinge ol mening etaylik parvoz hayot o'tsin soz Okuş bir-birimizni etaylik e'zoz visolga yetmoq
Şiraz Akkuş, akkuş, akkuş. Muhtala yetmiş menin şirinliğin, şekerliğin. Tahliya etmiş menin şirinliğin, şekerliğin. Tahliya etmiş menin şirinliğin, şekerliğin. Dost bulup oldun siya Kolum kolum siya Tenha kadırdanım uzun Aşina etmiş beni şirinliğin, şekerliğin. Aşina etmiş beni şirinliğin, şekerliğin. Sözle gel sen haktadır